Assalomu alaykum obunachilarimiz. 2026-yil 10-iyuni xudo xolasa bugun sizlere shu proyektimizni ko'rsatib o'tacakmiz. Bu proyektimiz To'rtko'l tumani O'zbekiston kolxozi Mashal Ofenda joylashgan bo'ladi. Bu proyektimiz oldin bakcha bo'lgan, undan keyin klinikam bo'lib o'tgan, hozirgi vaqtda ishlamay turibdi. Shu proyektimiz sotiladi obunachilar. 17 sotikda joylashgan, içinde 10 dana 6x4'lik kabinalar var. Dushovoy, vani vannalar ham joylashgan içinde. Eğer birini alıp xususiy bog'cha etsangizlar ham bo'ladi, bo'lmasa klinika etsangizlar ham bo'ladi. İçine ta'mirlash ishlari kerak bo'ladi, lekin bir qator ta'mirlash ishlarini o'tkazib, keyin bir xususiy bog'chama, klinikama etib ochsangiz ham bo'ladi. Egasi shu maqsadda algan ekan, prosta hozir bir boshqa proyektlarni ishlatib, bu yerni ishlatsa mablag' yetarli bo'lmagani uchun shuni sotajak ekanlar. Bu yana chegarasi, bu yoqda yana bu yana mana shu trubalar achana. Shu proyektimiz yana shu proyektimiz bo'ladi. Shu oldindagi elchilar ham shunga qarashli bo'ladi yana. Bahosini aytadigan bo'lsak, obunachilar, bahosi $30,000 aytiladi, kelishib qaytib beriladi. Bu Garovda yoki bo'lmasa boshqa yerda turgan joy emas. Hamma dokumentlari bor. Prямо oldlaringizga o'tib ketaveradi. Dokumentatsiyasi bo'yicha aytiladigan bo'lsak, noturar joy ekan, ava $30,000 aytiladi bahosi, kelishib qaytib beriladi. Ekranda egasining telefon nomerini qoldiramiz. Yer maydoni 17 sotik aytdik avan. Ekranda egasining telefon nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingiz gaplashib olsangiz bo'ladi. Bu videoni shuningdek bir mesda olib, bog'chama bo'lmasa klinika ochaman deb yurgan do'stlaringizga tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Arzimas mehnatimiz uchun like bosib esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'lasiz.